bitta kimga vazir qarayotgandim, 5-siga qaytib qarayman. Dadamga bozordan tika aking desam, ayam raddimdan ukaki o'tiribdi. Hamsiya 5 minutgina bolamga qarab turing. Ha, Obidga bering, qarab turadi. Ha, apking. Tekin enagamanki sizlarga. O'zimda kalam kamni qilganda sizda ham bolangizga qarayman. Olib chiqsangiz eringizni ham qarab o'tiraman. Bittagina 12 so'm bo'lgan deydi, gazini bosib ketadida bolaga qara, kashasini jidirlardan qutulaydi. Obidma, ukangga qarab tur, opa-singillarga ishlayiga borib keling. Hozir o'ylaydi, o'zi o'rtanchingizni uxlatuvdim. Malades, endi buni o'ynat. Shu bo'shmanda soddamanda chirt etib birinchi tug'ilmay, akalamga o'xshab pisib. Kechira tug'ilganimda shukillar yo'qmidi. Allo, bir kuni. Obid, ukalaringga ovqat ber. Obid, ukang tuvagini tozala. Obid, ukalaringni uxlat. Ha, ayting, uxlatding, erkalatding. Bala qo'ygan katta farzand ekanda. Dadasi o'zining natijalari chiqdi, ishqib qiz bo'lsin-da. Ishqib o'g'il bo'lsin-da. Ishqibgina ayam qonidan bo'lgan bo'lsin-da. Voy o'g'il aka. Ya chala insab bo'landa nima qilyapsizlar? Har kunda umrim tuyak bilan sumayt o'rtasida o'tib ketyapti-ku. Ha, katta farzand bo'lgandan keyin qaraysan-da. Aybim katta farzand bo'lganimmi? Unga qaraverib 15 ga kirmay qarib qolgan bitta menmi? Yo, sizlarda ham shunaqami?